Bugungi yangi O'zbekiston taraqqiyotida tabiiy boyliklarni o'rganish, yer qa'ridan oqilona foydalanish va yangi konlarni aniqlash davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bugungi taraqqiyot, zamonaviy sanoat hamda iqtisodiy rivojlanish yo'lida albatta geologiya yo'nalishining o'rni muhim ahamiyatga ega. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyatiga keldik. Bu yerda har bir qadam ilmiy izlanish, har bir hisob-kitob esa mamlakat iqtisodiy qudratini mustahkamlashga qaratilgan. Yer osti boyliklarini aniqlash va baholash bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar mamlakat sanoati uchun mustahkam xomashyo bazasini yaratishga xizmat qilmoqda. Aynan mana shu yo'nalish haqida batafsil ma'lumotlar berish niyatdamiz. Shunday ekan azizlar, bizdan yiroqlashmang. Bu soha eng muhim sohalardan biri. Keling, birgalikda tanishamiz. Elmurod aka bugun nafaqat geologiya yo'nalishiga, qolaversa har bir sohaga juda katta e'tibor qaratilyapti. Mana shu O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati qachon tashkil topdi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5083 qarori asosida 2021 yil avgust oyidan boshlab ishni O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati boshlagan o'z faoliyatini. Nima sabab bo'ldi aynan mana shu aksiyadorlik jamiyati ochilishiga? Undan oldin ekspeditsiyalar tarqoq bo'lgan, mutaxassislar ayrim ekspeditsiya yetishmovchiligi bo'lgan. Yaxshi mutaxassislar birlashtirib kuchli bitta kompaniya tuzish maqsad bo'lgan. Bu transformatsiya, investitsiya jalb qilish juda katta ko'mak bo'ladi. Bu yerda qancha mutaxassislar ishlayapti va qanday yo'nalishlar bor? Jamiyatimizda 13 ta dala ekspeditsiyalarimiz bor. Bundan tashqari bitta geologiya, geofizika ekspeditsiya, u faqat geofizika ishlaridan shug'ullanadigan yana ikkita laboratoriyamiz bor. Samarqandda laboratoriya bor, Toshkentda markaziy laboratoriyamiz bor. Umumiy mutaxassislar soni 4,5 mingga yaqin mutaxassislar ishlayapti. Boshqaruv apparatida raqamlashtirish boshqarmasi bor. Shu 3D modellashtirish, zamonaviy kompyuter dasturlarini ishlatib, qonunlari zamonaviy mana JOR kodeksi bo'yicha hisobotlar yozish mutaxassislar. Bundan tashqari dala ekspeditsiyalarga borib, o'sha joydagi mutaxassislarga o'rgatib, bo'lmasa ularni chaqirib har doim tajriba almashib kelyapti. Yer qa'rida boylik izlash bu mashaqqatli kasb, katta mas'uliyat. Shuning barobarida mamlakat kelajagiga xizmat qilish demakdir. Ayniqsa geologiya sohasida mehnat qilayotgan insonlar mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shibgina qolmay, haqiqiy mustahkam poydevorini qurishga ko'mak berib kelayotgan fidoyi mutaxassislardir desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Hayotimizda ham ustozlarimiz muhim ahamiyatga ega rol o'ynaydi, o'rinlari juda katta. Aynan mana shu sohada sizga yo'l yo'riq ko'rsatgan ustozlaringiz kimlar bo'lgan? 96-yilda ekspeditsiya borganimda u yoqda bir nechta ustozlar bo'lgan, lekin asosiy ustozim Rustam Aslovikranovich. Ustozim bir necha yil oldin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan geolog unvonini olganlar. O'sha payt 97-yilda bizlarga ishga kelganda, o'sha paytidan boshlab hozirgacha ustozlik qilib kelyapti Aslob aka. Shunga rahmat demoqchiman ustozimga. Ustoz hech qachon bitta bo'lmaydi, bir nechta ustozlar bo'ladi. Hozir ham ustozlar bilan maslahatlashib, yo'l yo'riq ko'rsatadilar. Demak, men pishib yetildim degan tushuncha yo'q. Ustozlarga har doim muhtoj bo'lamiz. Chunki bizning kasbimizda har xil yangilik, har xil bir to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. O'sha paytlari biz ustozlarga murojaat qilib, fikrlarini eshitib, yo'l yo'riqlarimizni ko'rsatib, biz shu qiyinchilik bo'ladimi, to'sqinlik bo'ladimi, kerak joyda bir ruda chiqmasa, biz ustozlarga borib aytamiz, shunaqa bo'lib qoldi, qayerdir adashdik, siz nima deb o'ylaysiz deb so'raganimizda shu yana birgalashib ko'rib, bitta xulosaga kelib, yanada yo'limizni davom etamiz. Yo'limizni davom etamiz. Geologiya sohasiga o'zini eng katta mehnatini sarflagan ustoz geologlarimizdan doim faxrlanib aytamiz. Habib Abdullayev hisoblanadi. Bu ustozimiz nomlariga Institut geologiya, geofizika institutimiz Habib Abdullayev nomi bilan ataladi hozirgi kunda.
Bu ustozlar mana shu sohamizda hozirgi kundagi yutuqlariga asos solgan ustoz geologlar hisoblanadi. Qolaversa, hammamizning xabarimiz bor, sohaga o'sha davlatimiz tomonidan katta e'tibor berilganligi bois sohada O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan faxriy geolog unvoni joriy qilindi. Bu unvonga ham shu sohamizda ko'p yillar davomida mehnat qilgan, yangi konlarni ochishga asos solgan bir nechta ustoz geologlarimiz sazovor bo'ldi. Men qolgan yosh geologlarimizni ham o'sha ustoz geologlar singari kelgusida o'sha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan faxriy geolog unvoniga musharraf bo'lishiga erishishini tilab qolardim. Yangi konlar, yangi imkoniyatlar va albatta yangi istiqbollar demakdir. Ana shunday istiqbolning natijasi, samarasi albatta bugungi fidoyi geologlarimizning xizmatidir desak hech mubolag'a bo'lmasa kerak. Bugun aynan mana shu yo'nalishda minglab yoshlarimiz o'z mutaxassisligi bo'yicha faoliyat yuritmoqda. Albatta, bunga yurtimizda ham aynan mana shu sohani rivojlantirish borasida ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Keling, yaxshisi yaqindagina mana shu dargohda o'z faoliyatini boshlab, ustozlar etagidan tutgan yosh, iqtidorli geologlarimiz bilan birgalikda ham suhbat bo'lsak. Nima dedingiz? Hozir tanishadigan yosh geologimiz o'zining izlanishlari, harakatlari va mehnatlari bilan ancha-muncha yutuqlarga erishib, bugunda ko'zga ko'ringan geologlardan biriga aylangan desak ham xato bo'lmaydi. Bunga esa ko'rsatuvimiz davomida o'zingiz ham ishonch hosil qilishingiz mumkin. Geologiya sohasida men 8 yildan beri faoliyat yuritaman. Hozirgi kunda bizning asosiy vazifamiz foydali qazilma konlarini aniqlash hamda ularning zaxiralarini baholash va yangi istiqbolli maydonlarni aniqlashdan iborat. Geologiya qidiruv ishlari bizda hozir zamonaviy texnologiyalar asosida olib boriladi. Ya'ni burg'ulash ishlari, namuna olish, laboratoriya tahlil natijalariga asoslanib yangi istiqbolli maydonlar aniqlanadi hamda shu tadqiqot natijasida bizda yangi konlar ochiladi. Biz asosan rangli va qora metallarga, qimmatbaho metallarga, nodir metallarga va kamyob yer elementlariga ishlarni olib boramiz. Masalan, oltin, kumush, mis, qo'rg'oshin, rux, litiy, volfram kabi metallarga ishlaymiz. Men O'zbek geologiya qidiruv aksionerlik jamiyati tizimida o'z bilim va ko'nikmalarim bilan shu amaliyotda foydalanib tajriba orttirdim. O'zbek geologiya qidiruv tashkilotida rivojlanishiga o'z hissamni qo'shishni hamda kasbiy jihatdan o'sishni xohlayman. Geologiya sohasi mamlakatimizda iqtisodiyotda strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki ko'plab sanoatlarda, shu ko'plab tarmoqlarda sanoatni shu rivojlanishida asosiy manbai hisoblanadi. Ushbu tashkilot bugun mamlakatimiz taraqqiyoti va iqtisodiyotiga ulkan hissa qo'shayotgan va taraqqiyoti uchun yangi zaxiralarni kashf etayotgan tashkilotlardan biridir. Keling, hozir biz aynan ana shunday kashfiyotchilarimiz bilan ham suhbat bo'lsak. Aytishadi-ku, har sohaning o'z vakili bo'lsin. Chunki ana shu sohaning vakillari bo'lgan shaxslar o'zi faoliyat yuritayotgan tashkilotni yaxshi biladi, yaxshi tushunadi va sizga, albatta bizga ham kerakli va yangidan yangi ma'lumotlarni berib o'tadi. So'nggi yillarda davlat rahbari tomonidan geologiya sohasida katta e'tibor qaratilib, bir qator uzoq muddatga mo'ljallangan maqsad va ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Jumladan Prezidentimizning 2025-yil yakunida qabul qilgan 324 va 325 sonli qarorlari bilan 2026-2030 yillarda geologiya qidiruv ishlari ko'lamini keskin kengaytirish va yangi xomashyo bazasini shakllantirish hamda 2030 yilgacha respublikada qimmatbaho metallarni ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirish bo'yicha aniq maqsad va vazifalar belgilab berilgan. Unga ko'ra o'tgan 5 yil bilan taqqoslaganda 2030 yilga kelib foydali qazilmalardan o'sha oltin ishlab chiqarishni 1,5 baravarga, kumush ishlab chiqarishni esa 3 baravarga o'stirish reja qilingan.
Bundan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarish hajmi oshgani sari mineral xomashyo bilan ta'minlashni yanada yuqori darajaga olib chiqish talab etiladi. Bu borada ham sohada bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda respublika bo'yicha jami 2676 ta foydali qazilma konlari davlat balansi ro'yxatiga olingan bo'lib, bulardan 164 tasi asosiy turdagi foydali qazilma konlari hisoblanadi. Ushbu asosiy turdagi foydali qazilma konlarining 120 tasi hozirda Navoiy va Olmaliq kon metallurgiya kombinatlari, Navoiy uran davlat korxonasi hamda investorlar tomonidan o'zlashtirishga jalb qilingan. Qolgan 23 ta konlar o'zlashtirishga tayyorlanmoqda. 2025-yilda mineral xomashyo bazasini rivojlantirish davlat dasturi doirasida 289 ta loyihalar doirasida geologiya qidiruv ishlari amalga oshirildi. Shundan 156 tasi byudjet loyihalari hisoblanadi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida jami 33 ta yangi turdagi foydali qazilma konlari aniqlanib, davlat zaxiralar komissiyasi tomonidan zaxiralar tasdiqlandi. Bundan 16 tasi asosiy turdagi foydali qazilma konlari hisoblanadi. 2026-yilda esa mineral xomashyo bazasini rivojlantirish davlat dasturi doirasida 275 ta loyihalar bo'yicha geologiya qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Shundan 122 ta loyihalar doirasida byudjet mablag'lari hisobidan geologiya qidiruv ishlari amalga oshiriladi. Ushbu ishlar natijasi bilan 2026-yil yakuniga qadar 6 ta yangi asosiy turdagi konlarni aniqlash rejalashtirilgan. Bu sohada 2013-yildan beri ishlab kelaman, 13 yildan beri. O'sha birinchi yillarimizda boshlagan paytimizda geologiya sohasiga bo'lgan e'tibor unchalik katta emasdi. Faqatgina kunlik planlar qo'yiladi, yillik planlar qo'yiladi yoki yillik o'sha pullar ajratiladi, ish pullar. Bugungi kunda esa tashkilotimiz jahon standartlariga talabi darajasida ishlab kelyapti va 2021-yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsak, bir nechta oxirgi 30 yilda ochilmagan bir nechta konlar ochildi, yirik konlar ochilgan. Katta miqdordagi zaxiralar aniqlangan, qaytadan baholandi. Jahon standartlariga va investitsion jozibadorligi oshirilgan holatda davlat tasarrufiga topshirildi. 5 yil mobaynida O'zbek geologiya qidiruv aksionerlik jamiyati foydali qazilma, ya'ni oltin, mis foydali qazilmalar bo'yicha 10 ta geologiya qidiruv ishlarini olib borib, 10 ta loyiha doirasida davlat zaxiralar komissiyasiga hisobot kiritib, zaxiralar tasdiqlatdi. Bugungi kunda 136 ta loyiha ustida ish olib boryapti. Shundan 66 tasi Navoiy kon metallurgiya kombinati loyihalari shartnoma asosida hamda qolgani Olmaliq kon metallurgiya kombinati va To'q kon sanoatining mablag'lari hisobidan geologiya qidiruv ishlarini olib bormoqda. Bugungi kunda o'sha O'zbekiston Respublikasining prezidenti farmonlari, ya'ni 324-325 farmonlarni bajarish maqsadida keng ko'lamli geologiya qidiruv ishlari olib borilmoqda. Yana bu tasvirlashdan boshlab oxirgi baholashgacha, yana tasvirlashda o'zbek geologiya qidiruvida katta boshqarma bor, regional geologiya boshqarmasi. Uni asosiy faoliyati shu tasvirlash, yana istiqbolli maydonlarni aniqlab, ularda qaysi foydali qazilmalar bor yo yo'qligini aniqlab, keyingi bosqichga yana undan tashqari ikkita boshqarma bor, qimmatbaho metallar va rangli va qora metallar boshqarmasiga o'sha o'zini xulosalarini, tavsiyalarini berib, keyingi ishlarini belgilab oladi. Davlat geologiya sohasiga bo'lgan e'tibori davlat miqyosiga ko'tarilib, geologiya sohasi vakillari kuni bayrami nishonlana boshlandi. Bugungi kunda geologiya sohasida jahon standartlariga mos ravishda bo'lishini e'tiborga olib turib, hali yosh geolog bo'lgan paytimizda kompaslarni ishlaganmiz. Bugungi GPSlarni ishlayapmiz. Dala sharoitida yashash uchun esa qator keng ko'lamli lagerlar, transport vositalarini oldinlari ozgina transport vositasi qiynalardi. Bugungi kunda yo'l tanlamas ko'rinishdagi avtomobillardan jihozlab berilgan, zarurat bo'lganda hattoki aviatsiyadan ham foydalanish imkoniyatlariga egamiz. Bugungi kunda geologiyaning keskin tubdan modernizatsiya qilinish hisobiga o'zgarishlar va katta salohiyatni kuzatib boryapmiz. Bu kabi transformatsiyalar natijasida
O'zbekiston hududining o'rganish imkoniyati bo'lmagan hududlarini keskin o'rganish imkoniyatlari, zamonaviy texnologiyani qo'llagan holda yangi istiqbolli, yangi konlarni ochish imkoniyatini yaratib beryapti va bu respublikamizning salohiyatini oshirib beradi. Yer osti boyliklari va tabiiy resurslar shunchaki tasodifan yuzaga chiqmaydi, ya'ni topilmaydi. Buning zamirida albatta fidoyi, mehnatkash, mashaqqatli kasbning asl mutaxassislari bo'lgan geologiklarimizning mehnati yotibdi desak hech xato bo'lmaydi. Hozir tashqarida 40 daraja issiq. Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan bizning fidoyi mutaxassislarimiz, ya'ni geologlarimiz erta kech aynan mana shu mashaqqatli kasbni yuzaga chiqarish, davlatimiz va mamlakatimiz taraqqiyoti hamda iqtisodiyotiga hissa qo'shish umidida harakat qilishmoqda. Shunday ekan, geologlarimizning fidoyiligi, mehnati va uning natijasini biz albatta ko'rsata bilishimiz va butun bir jamoatchilikka yetkazishda peshqadam bo'lishimiz kerak. Chunki bu vatan barchamizniki. Biz birdan bo'lsak, har bir sohani rivojlantira olamiz. Rivojlantirish uchun esa ma'lum bir soha emas, har bir soha birlashib harakat qilishi kerak. Hammamizga ma'lumki, tokkon sanoati va geologiya sohasi hozirgi kunda iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Sohaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 11-12% ni tashkil etgan bir vaqtda O'zbek geologiya klubi aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2026-yilda 131 ta loyiha doirasida umumiy qiymati 1,628 milliard so'mlik geologiya qidiruv ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Xususan, davlat byudjeti mablag'lar hisobidan 27 ta loyiha doirasida jami 401 milliard so'm, Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati mablag'lari hisobidan jami loyihalar 66 tani tashkil etadigan bo'lsa, umumiy mablag' 920 milliard so'mni tashkil etadi. Qolaversa, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tomonidan ham 27 ta loyiha doirasida umumiy qiymati 307 milliard so'mlik bo'lgan geologik qidiruv ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston texnologik metallar kombinati mablag'lari hisobidan kritik metallarga istiqbolli maydonlarni aniqlash borasida ham bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, texnologik metallar kombinati mablag'lari hisobidan 7 ta loyiha doirasida kritik metallarga ham geologik qidiruv ishlarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Xususan, birgina oltin metalini o'ziga 94 ta loyihalar doirasida 1,309 milliard so'mlik geologik qidiruv ishlari bajarilishi rejalashtirilgan. Shundan davlat byudjeti hisobidan 13 ta loyihalar doirasida 225 milliard so'm, Navoiy kon-metallurgiya kombinati mablag'lari hisobidan 66 ta loyiha doirasida 920 milliard so'mlik hamda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati mablag'lari hisobidan 15 ta loyiha doirasida jami 164 milliard so'mlik geologik qidiruv ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga misga hozirgi kunda mis zaxirasini respublikada keskin oshirish maqsadida 5 ta loyihalar doirasida jami 56 milliard so'mlik geologik qidiruv ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari, jamiyat tomonidan polimetal, nodir va boshqa metallarga ham geologik qidiruv ishlarini olib borish rejalashtirilgan. Xususan, 31 ta loyiha doirasida jami 263 milliard so'mlik geologik qidiruv ishlarini bajarish rejalashtirilgan. Ta'kidlash joizki, barcha bu geologik qidiruv ishlarini amalga oshirish negizida respublika foydali qazilmalar zaxirasini o'stirish vazifasi turadi. Shuni aytib o'tish joizki, yil yakuniga qadar jamiyat tomonidan foydali qazilmalar zaxirasini, xususan oltinni 160 ming tonnaga, kumushni 70 ming tonnaga, mis zaxirasini 100 ming tonnaga, qo'rg'oshinni 25 ming tonnaga, ruhni 30 ming tonnaga keskin oshirish vazifasi yuklatilgan. Barcha yuqorida ta'kidlab o'tgan ma'lumotlarim
O'zbek geologik qidiruv aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2026-yilda amalga oshirilishi zarur bo'lgan ko'rsatkichlar hisoblanadi. Ayni vaqtda geologlarimiz qaysi manzillarda xizmat ko'rsatishyapti, qidirish ishlarini olib borishyapti, qayerlarda? Bizlar butun O'zbekiston bo'yicha ish olib boramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlab Surxondaryo, Toshkent viloyati, Samarqand, Navoiy, Jizzax, praktik butun O'zbekiston bo'yicha umumiy 130 tadan ko'p loyihalarimiz bor. Bir qismi Navoiy kombinati bilan birgalashib, bir qismi Olmaliq tog' kombinati bilan yirik loyihalarimiz bor. Izlash ishlari olib boryapmiz. Yangi konlar topish uchun mana shu yildan boshlab aerogeofizika 60 ming kvadrat kilometr O'zbekiston hududida yopiq maydonlar o'rganish uchun ham katta bir loyiha. Davlatimiz boy zaxiraga ega. Uni vaqtida topib, albatta iqtisodiyotimizga yo'naltirsak, ertaga farzandlarimiz ham davlatimizning iqtisodiy yo'nalishiga hissa qo'shishga harakat qilishadi. O'zbekistonda asosan foydali qazilmalar cho'l hududiga to'g'ri keladi. E'tibor bersangiz, masalan, o'sha mashhur Muruntov koni, Ko'kpotaz Davgus konlari cho'l hududlarda bo'lganligi uchun u yerda o'sha 50-60-yillar o'rganish natijasida katta konlar hosil bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha mustaqillik davrimizda misol uchun Ko'kpotaz koni, Davgustov koni ochilib, o'sha geolog qidiruvlar natijasida geologlar mehnati evaziga ochilgan bo'lsa, mustaqillik davrida o'shalar u yerga o'sha insonlarni jalb qilish uchun o'sha davlat tomonidan har xil imtiyozlar o'sha xodimlarga, yana soha vakillariga imtiyozlar jalb qilinyapti. O'zbek geologik qidiruvda yana o'sha cho'llarda o'rganish natijasida masalan foydali qazilmani boylikni aniqlashda keng ko'lamli, yana bizlar o'rganilmagan hududlarimiz hali ko'pda. Hamma korxonalarimizda geolog xodimlar uchun davlat ekspeditsiyalarida hamma sharoitlar yaratilgan hozir. Yaxshi oyliklar berilyapti. Avtotransport har doim modernizatsiya bo'lyapti. Yangi burovoy ustanovkalar kelyapti. Boshqacha laboratoriya, tosh maydalash sexlarimiz juda ko'p. O'sha hamma uskunalarni yangilab, yaratib, ishlarim sifatli bo'lyapti hozir. Juda katta farqlar hozirgidan oldingi bilan. Shuningdek, bugungi kunda mineral xomashyoga bo'lgan talabni oshib borishdan kelib chiqib, yangi konlarni qidirib topishga zamin yaratish bo'yicha tizimli ishlar ham olib borilmoqda. Xususan, faoliyatni xalqaro ilg'or tajriba asosida samarali tashkil etish maqsadida regional ishlar Avstraliya, AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Finlandiya va Rossiya kabi davlatlarning tajribali kompaniyalari hamda ekspertlar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan. Xususan, geologiya qidiruv ishlari ko'lamini keskin kengaytirish va yangi xomashyo bazasini shakllantirish maqsadida 2030-yilga qadar davlat dasturi doirasida respublikaning metallarga kam o'rganilgan yopiq hududlarida hamda yer yuzasidan chuqurroq gorizontlarda joylashgan foydali qazilmalarni izlab topish uchun 18 ming kvadrat kilometr maydonda hududiy tadqiqot ishlari, 60 ming kvadrat kilometr maydonda aerogeofizik tadqiqot ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Jumladan 2026-yilda foydali qazilmalarning yangi istiqbolli maydonlarini aniqlash maqsadida Xomdutov, Aristontov va Sangrintov, Yakkabog' va Hisor tog' tizmalarining 3.8 ming kvadrat kilometr maydonida hududiy geologik tadqiqotlar, Markaziy Qizilqum regionining 12 ming kvadrat kilometr maydonida esa aerogeofizik va kosmogeologik tadqiqot ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Aynan shu sohaga qiziqishi bo'lgan yoshlarning soni avvalgidan ko'ra hozir qay darajada? Ustunlik jihatlari bormi? Oxirgi yillarda geologiya sohasiga juda ko'p yoshlar kelyapti. E'tibor berilyapti geologiyaga. Bizlarda yoshlar uchun alohida seminarlar o'tkaziladi. Dala polyovoy praktikaga har yili borib, O'zbek geologik qidiruv aksiyadorlik jamiyatining mutaxassislari, ilmiy institutlarning mutaxassislari, boshqa vazirlikning korxonalar mutaxassislari borib, 2 kun o'sha joyda ham seminar, trening, master klass o'zimiz haqimizda hamma narsani aytib berib, kelajakda bizlarga ishga kelsa, nimani
nimalar kutayotganligini чтобы ular tayyor bo'lsin, qiyinchilik bo'ladimi, boshqa hammasini aytib beramiz. Hozirgi yoshlar juda qiziqyapti, bitiruvchilar juda ko'p, partiya bosh guruhlari talash bo'ladi. Hozir bizlar tanlab olamiz, chunki juda ko'p mutaxassislar yetishtirilyapti. Geologiya fanlari universiteti, Milliy universiteti, texnika universiteti, o'sha kombinatlarda juda ko'p zavodlari bor. Navoiy kon metallurgiya kombinatini olsak, 6 ta zavod bor. Marjonbuloq oltinni ajratib olish fabrikasi bor. O'shaning xom ashyosini uzoq yillarga bizlar tayyorlab beramiz. Yangi konlar topib, oldin topilgan yirik konlarning chuqur qatlamlarini, qanotlarini o'rganib, uzoq yillarga bizlar 10-15-20 yil oldin bizlar o'sha tayyorlab boryapmiz, oldinda. Bir necha qadam oldinda bizlar. Geolog qidiruv ishlarida o'zini har bir yo'nalishda belgilangan vaqti bor. Masalan, o'sha regional tasvirlash ishlarida asosan masalan 1 yildan 3 yilgacha baholash ishlari bor, u 3 yildan 5 yilgacha murakkablik, konning murakkabligidan kelib chiqib holda qilinadi. Asosan bitta kon qurish uchun kamida 10 yil, 12 yil vaqt ketadi. Bugungi kunda lekin prezidentimiz o'sha qo'llab-quvvatlashi bilan nima qil o'sha proses jarayon tezlashyapti. Yana nima kerak? Senga tezlashtirish uchun nima kerak savol qo'yilyapti. Shu narsa kerak desa, o'sha uchun tezlashtirishga harakat qilyapmiz. Sharoit yaratilgan evaziga yana 3 yillik ishimizni, 5 yillik, 3 yillik ishimizni masalan 1,5-2 yilga qisqartirish, 5 yillikni 3 yilga qisqartirish nimalarni qilyapmiz, chora-tadbirlarini. Mana bugungi kunda 1 yillik masalan o'tgan topshiriq bo'yicha 2-3 ta konni 1 yil evazida baholab Davlat zaxiralar komissiyasiga taqdim qilishni rejalashtirganmiz. O'shani Xudo xolasa amalga oshiramiz deb o'ylayman. Shuning uchun o'sha narsa u har bir masalan o'zbek xalqi asnoviy dehqonchilik bilan hammasi har bir xonadonda shug'ullanadi. Oddiy mevali daraxtni ham eksangiz, masalan 3 yilligi, 5 yilligi deyiladi. Shu ota-bobomiz geologiyada ham mehnat qilasiz, mevasini 3 yil, 4 yildan keyin olasiz. Xuddi daraxt epib oddiy olma ham yo 1 yildan keyin, 3 yilligi bor, yo 3 yildan keyin hosil beradi. Geologiya ham xuddi shunday ma'lum bir muddatda o'zini hosilini beradi. Hozirgi kunda amaliyotga muhim e'tibor qaratilyapti. Ya'ni nazariyat bilan avvalgidek cheklanib qolmayapti. Birgalikda ikkalasi bir yo'sinda amalga oshirilyaptiki, ertaga o'sha ilmiy nuqtai nazarni amaliyotga ko'chira olishsin yoshlarimiz. Bu borada xorijiy davlatlar bilan hamkorlik jarayoni qay darajada? Shu yaqinda Xitoy bilan Amerikaga ketishyapti mutaxassislarimiz. Tajriba almashish maqsadida xitoyliklar taklif qiladi, ko'ringlar, o'rganinglar, almashamiz tajriba bilan. Har doim bizlarda doimiy hamkorlik bor. Chet ellik kompaniya va mutaxassislar bilan. Xorijiy davlatlardan o'rganishimiz kerak bo'lgan eng asosiy jihatlardan biri nima? O'zbekistonda chuqur qatlamlarda joylashgan konlarni izlash uchun, ular topish uchun mana bu xorijiy mutaxassislar, kompaniyalar, uskunalar nima qilib, aerogafizika deyiladi. O'sha shu yilda mana 60 ming kvadrat kilometr yopiq maydonlarni o'rganmoqchimiz. O'shanda biz xorijiy kompaniyalar hamkorlik shartnoma tuzib, birga ishni olib boramiz. O'sha payt ular kelganda bizlar mutaxassislar ham birga ularni ishlab, tajriba oshirib, davom ettiriladi. Tabiiy boyliklarni izlash jarayonida qadimiy bir obidalarga ham bir duch kelgan paytlar bo'lgan aynan geologlarimizni. 30 yil davomida aynan shunday bir tasodifiy deymizmi yoki bo'lmasam omad deymizmi? Mana shu Qizilqum cho'lida mana shu Jiroy kvarts qumi koni bor. O'sha joylar biz ishlaganimizda akulaning tishlari, skeletlari necha million milliard yil oldin u yog'i dengiz bo'lgan. Bu ham bir tarixiy yerning qancha o'zgargani ko'rsatadi. Undan tashqari shu Qizilqumda shunaqa o'rishadi, naskalniy rismki deydi. Qadimgi odamlar chizib ko'rsatgan joylarni ko'rganmiz. Geologiya sohasiga o'sha yoshligimizdan bir mehrimiz boshqacha bo'lgani uchun bugungi kunda juda ham bir katta sharafli kasb egasi bo'lganimdan juda ham xursandman. Soha faxrlanadigan, o'z navbatida mashaqqatli hisoblanadi. Chunki bu soha ishchilari
metin bardoshli xodimlar hisoblanadi, chunki bu o'sha dala sharoitidagi ob-havoni issiq yoki sovuqligidan qat'iy nazar o'sha dala sharoitida tog'larda, tog' tosh daladashlarda doim geologlar samarali mehnat qilib keladi. Demak, soha yil sayin haqiqatdan ham yil sayin sohaga bo'lgan e'tibor davlatimiz rahbari tomonidan berilgan e'tibor natijasida zahmatkash geologlarimiz tomonidan soha yildan yilga sohadagi ko'rsatkichlar o'sib bormoqda. Faqat shu ma'lum bir yerga, ma'lum bir manzilga bordim, ko'rdim va kavlash ishlarini amalga oshirdim yoki bo'lmasam izlayapman degan bilan ish bitmaydi-da. Uning uchun ham meni nazarimda bilim va ko'nikma bo'lishi kerak. Bilim va ko'nikmasi qay darajada bo'lishi kerak? Aynan mana shu sohaga kirib kelayotgan yoshlarda nima ko'proq talab qilinadi? Shu geologiya sohamiz bu juda bir keng bo'lishi kerak. Albatta, birinchidan ximiya, fizika, matematika, biologiya va boshqa fanlari maktab paytidan уже tayyor bo'lib o'rganib kelish kerak. Mineralogiya, petrografiya, bu ximiyasiz uni o'rganib bo'lmaydi. Chunki butun Mendeleyev tablitsasini bilishimiz kerak. Foydali qazilmalar minerallardan iborat. Minerallar bu elementlardan iborat. Hamma mineral bu kimik elementlardan tashkil topadi. Lekin shuni aytmoqchiman, bu ximiyani обязательно bilish kerak. Fizikani bilish kerak, chunki aniq fanlarni ya'ni bilish kerak. Eng asosiy birinchi bo'lib ular hozir universitetlarda o'qiyotgan bo'lsa, o'sha o'qishlarini albatta yaxshi o'qishiga tavsiya beraman. Keyin o'zini tajribasini mana o'zimizni korxonamiz dala ekspeditsiyalarida o'tishini xohlayman, chunki baribir birinchi boshlang'ich pog'ona dala ekspeditsiyasidan chiqadi. U yerda ham kuchli geologlar, ustozlar bor. Ularga to'g'ri yo'nalish berib, biz ham shunday yetishganmiz. Bizga ham o'zimizni ustozlarimiz o'rgatib, masalan, men o'zim Sharqiy Qurama ekspeditsiyasida faoliyatim boshlagan bo'lsam, ko'plab ustozlarim menga yordam berib, to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, o'zlarining bilimlari bilan bo'lishib, shu darajaga shularni yordami bilan yetdim deb o'ylayman. O'zimda ham harakatim tufayli erishdim deb hisoblayman. Yangi dasturlar kiritilgan bizning geologiya sohamizda, kompyuter dasturlari, geologiyaga mos dasturlar. Shularda ham ular geologiyaga parallel olib borib, ham shu dasturlarda ishlashini xohlayman. Shu ham ularga juda ham katta yordam va turtki bo'ladi. Mamlakatimiz iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan bugungi kunda geologlarning zahmatli mehnati yanada muhim ahamiyatga egadir. U insonlar izlanishlari ortidan yangi imkoniyatlar, yangi loyihalar va yangi istiqbollar ochmoqda va ular orqali ochilmoqda. Zero taraqqiyotning mustahkam poydevori yer qa'ridan boshlanadi. Ana shu poydevorni yaratayotgan insonlar esa vatan ravnaqi, iqtisodiy qudrat va xalq farovonligi yo'lida fidokorona mehnat qilib kelmoqda. Bu mehnat esa yangi O'zbekistonning buyuk kelajagiga xizmat qilayotgan ulkan kuchdir. Yer qa'ridagi sirlarni ochish uchun tashlangan har bir qadam ertangi yangi imkoniyatlar, yangi natijalar demakdir. Ha azizlar, bugun biz ijodiy jamoamiz bilan O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyatida bo'ldik. Guvohi bo'lganingizdek, bu yerdagi samimiy, dilkash va mehnatsevar insonlarni ko'rib, to'g'risi dilimiz xushnud bo'ldi. Mana shunday fidoyi insonlarimizni ko'rib, yerga bo'lgan mehrimiz yanada ortdi desak hech xato bo'lmaydi. Keksalarimiz bejiz aytmagan, yerni boqsang, yer seni boqadi. Haqiqatan ham bizning unumdor va tabiiy resurslarga boy bo'lgan yerlarimiz bor. Albatta bularni ham biz asrab avaylashimiz, avlodlarga bus-butun holda, kerak bo'lsa qo'shgan holatda yetkazishimiz kerak. Azizlar, biz siz bilan xayrlashmaymiz. Yangidan yangi manzillarda ko'rishguncha deb qolamiz.